xodimlaringiz umuman ishlagingiz kelmay, kompaniya rivoji uchun emas, oylik uchun ishlayotgan bo'lsa, sizda ikkita muammodan bittasi bo'lyapti. Birinchisi, yo oylik kam, yo vaqtida berilmayapti. Ikkinchi muammo, xodimlar bir xillikdan zerikkan. Har kuni ertalab bir xil vaqtga keladi, bir xil ishni qiladi, bir xil vaqtga ketadi. Zerikkan odamlar o'sha. Bu holatda nima yechim qilsak bo'ladi desangiz, birinchi variant ularni bir oyda bir yo bir haftada bir boshqa joyga olib chiqish. Bu bironta kafega borib mehmon qilishsa ham bo'laveradi. Pulingiz bo'lsa biron bir sayohatga olib chiqsangiz Nursultonga a'lodir. Uzoqqa emas, shu yaqin o'rtaga misol uchun. Yoki ikkinchi variant, bu qimmatroq deydigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa ofisda almashtiring. Ya'ni bir xil muhit odam zeriktiradi. Ofisda almashtirish imkoni bo'lmasa, shunchaki ofisdagi ma'lum bir detallarni almashtiring. Parta stulni almashtirsangiz ham bu yangilik. Odam bir xillikdan zerikadi. Shuning uchun bir haftada bir oyda bir ozgina detal bo'lsa ham yangilanib turish kerak. Shunda miya, demak, yana noldan boshladim degan narsani tushunib harakat qilaveradi. Aytadi-yu, inson har doim birinchi kuni ishga kelganda ishlash kerak deydi. Ma'nosini tushunganlar izohlarda yozib qoldiring.